Yo, WhatsApp obunachilar do'stlar, sizlar bilan yonashimay Nixeljon do'stlar. Bugungi videomizda do'stlar sizlar bilan Mindstack serverida comeback qilib, Vibe'dan kuchayishga harakat qilamiz do'stlar. Albatta do'stlar, Mindstack serverida comeback bo'ladi. 100% mendan comeback kutasizlar. Xo'p, chunki men Mindstack serveriga qaytib oldim, boshqa serverlar bo'lmadi. Baribir Mindstack boshqacha ekan. Chunki Mindstack o'ta chotki server. Xo'p do'stlar, serverga kirib olish bilan bu yerda sizda anarxiya degan yozuv kutib oladi va siz chatga promo salom deb yozsangiz, sizga bitta oddiy case beriladi. Va shu yerga kelib, shuni ustiga bitta bosasizlar va sizlarga oddiy casedan nimadir tushadi. Menga qani nima tushar ekan? Qani? No, axlat. Spyglass. O'zbekchasi nima bo'ladi? Bilmadim. Короче, bizga axlat tushdi. Bu yerda kill top, yashka, makti. Pul toplarida yana kimlardir? Pul topda eng ko'pi 612 ming. Time topda 5 soat. Samandarov, Java. Короче, do'stlar, bizga farqi yo'q. Chunki biz o'zimiz kuchayishga harakat qilamiz. Xo'p. Endi biz kit olamiz, kit climb, food. Va foodni o'chirib, kit climb, iron. Va ironni o'chirib, kit starter. Starter kit boshlang'ich kit bo'ladi. Bizdan bu faqat bundan ovqati bilan fakkel kerak. Fakkel ham unchalik kerak emas u. Mayli, turaversin. Asosan bizga ovqatlar kerak, chunki ovqat kerak bo'ladi. Qani bo'lsam biz mine'ga otlanamiz. Bitta go'sht yeb olib. Mine'ga borib ozgina mine qilamiz do'stlar. Xo'p, mana bu mine hisoblanadi do'stlar, avtomine. Va biz bo'lsa ozgina mine qilib olamiz do'stlar. Va men mine qilyapti tasodifan Adi jigarimni ko'rib oldim. Va u menga QQ dedi va men ham unga QQ dedim. Keyin u menga nimadir bermoqchi bo'lib chaqirdi va men orqasidan bordim. Qani nima berar ekan deb shunday orqasidan bordim. Yana yur dedi, yana yurdim. Keyin bu yerga keldim, keyin bu yoqqa o'tdi, men ham o'tdim. Va mana bu yerga tushib menga o'zining king ketini berdi. U boshidagi 3 ta narsa setni 3tasini tashaganda yerdagi narsalar yo'qolib qoldi. Shu bilan menga faqat ishtoni tushdi setdan, qolgani yo'q bo'lib ketdi. Va ko'rib turishinglarki, mana shu narsalarni berdi. Va SPC deb qo'yamiz, ya'ni rahmat deb qo'yamiz. Chunki bizga anchagina kuchayishimizga motivatsiya bo'lib yordam berdi bu jigarimiz. Albatta bu jigarimizni eslab qolamiz. Xo'p, endi esa biz olmaz ham beryapti. Almazni ham oldim. Va let's go. Xo'p, endi esa nimalar berganini ko'ramiz. Xo'p, topor, qilich, lopatka, kirka, bularni pastga tushirib olamiz. Mana shu narsalarni beribdi bizga do'stlar. Oshchalarni endi axlatlarni tashlab yuboramiz. Loy kerak emas, bu kerak emas. Xo'p, bu yerga solib qo'yaylik-da. Hozircha kerak emaslarni. Xo'p, bularni solamiz. Hozir hammasini topamiz, chunki biz hozir ba'zi uchun joy istashga ketamiz. Xo'p, bularni solamiz. Yana nima bor? Bo'ldi menimcha. Endi sotadigan narsalarni sotib yuborib, axlatlarni tashlab yuborib, yo'lga chiqamiz do'stlar. Bayerga kirib, nimalar borligini ko'ramiz. Xo'p, shakar qamish $200. Sam $200 bir xil ekan narxi. Demak, kaktusdan ko'ra shakar qamish nimasi yaxshi? Fermasi yaxshi.
Xo'p, bittasi $200 bo'lsa, yo. Kaktusdan ko'ra shakarqamish ancha yaxshi. Xo'p, bizda lavlagi ham bor. Lavlagini ham sotib yuboramiz. Yana nima bor? И всё. Hop, bularni ko'raylik. $300. Xorus ferma ham normalniy foyda olib keladi-yu, no. Xorus topib kelish qiyin-da. Shuning uchun eng optimal variant hozircha shakarqamish. Xo'p. Endi bo'lsa, biz baza uchun joy izlashga Airtip Worldga ketamiz do'stlar. Xo'p, mana Airtip Worldga kelib oldim. Ya'ni random teleport qilib. Endi bo'lsa, baza uchun joy istashga otlanamiz, yonma-yo. Va mana do'stlar, baza uchun joy ham topib oldim, baza ham kavlab oldim, ozgina kuchayib oldim, короче. Xo'p, bu kirkalarni qaydan olding desanglar, bitta bola o'zini yerga tashlatadigan. Yo'qdan ko'ra bor deb olib keyinchalik o'zimizga kerak bo'lib qolishi mumkin. Hozircha kerakli narsalarni shu yerga solib turamiz. Va bizga gravi kerak. Yonma-yo. Omadliligini qaranglar. Xo'p, bu yerdan gravilarni olib olamiz. Let's go. Va bizga ozgina daraxt ham kerak. Shuning uchun daraxtlarni ham to'plab olamiz. Let's go. Oxirgi daraxtni ham olib olamiz. Va tugadi do'stlar. Hozircha shu ham yetib turadi do'stlar bizga va bazaga kelib o'zimizga fletching tablet yasaymiz. Hop, qani mana. Fletching tablet yasab oldik. Endi uni mana bu yerga qo'yib olamiz. Va bizga bu cho'p sotadi. Ya'ni 32 ta cho'pga bitta emerald sotadi. Shuning uchun men ko'pgina daraxt to'pladim. Ko'proq emerald yig'ish uchun. Xo'p, buni ham olamiz. Endi biz oshcha narsalarni solib qo'yib, cho'p yasashni boshlaymiz. Avval birinchi bo'lib daraxtlarni maydalaymiz. Qolganini ham maydalaymiz. Endi buni cho'pga aylantiramiz. Yana cho'pga. Kerak chamasini cho'pga aylantiramiz. Let's go. Tugadi. Endi bo'lsa bu yerni ochib yopib, o'zimizga cho'plarni sotib olamiz. Emeraldlarni sotib olamiz. Bir pasda tugadimi bu? Yonma-yo. Demak, bizga yana bitta fletching table kerak. Endi esa biz o'zimizga yana bitta fletching table yasashimiz kerak. Xo'p, biza daraxt yo'q ekan. Yonma-yo, endi daraxtni qaydan olamiz? Albatta Airtip Worlddan. Xo'p. 57 taga. Yonma-yo, nimaga bu 57 ta qilib oldi? Buni menga farqi yo'q, sotib yuboraman. 56 taga tushirdi endi ko'p sotganim uchun. Oho. Xo'p, endi bularni sog'lamiz. Men deymiz, endi bizga daraxt kerak. Xo'p, oshcha narsalarni solib qo'yib, daraxt chopishga ketishimiz kerak. Xo'p, let's go do'stlar. Mana men yasab oldim. Fletching table edi. Xo'p, endi bu yerga kirib, buni qo'yib qo'yamiz. Endi do'stlar, men o'zimga emeralddan set yasamoqchiman, full set. Ya'ni bilsanglar, emeralddan set yasasanglar, sizlarga protection 3 sehrini qo'shib beradi. Shuning uchun bitta oddiy protection 3 lik set yasab olamiz. Oyoq kiyimi qoldi va oyoq kiyimi ham tayyor. Va do'stlar, biz full olmos setga ega bo'ldik. Let's go. Xo'sh, endi bizda axlatlar ko'payib ketibdi. Shularni solib qo'yamiz. Cho'ta bir sortirovka ham qilish kerak edi sunduqni. No, mayli, hozircha turib tursin.
Xo'sh, yana nima qoldi? Bo'ldi. И всё. Xo'p do'stlar, endi men kitobchog'on olib keldim, ya'ni Ahdan sotib oldim. Bularni endi qo'yamiz. Biz o'zimizga bitta enchanting table xonasi yasaymiz. Xo'p do'stlar, endi bularni qo'yib, oxirgilarni ham qo'yib, o'zimizga enchant xona yasab, Warmine'ga mine qilish uchun ketamiz. Let's go. Xo'p do'stlar, mine qilib bo'lgandan keyin endi bu yerga kerakli narsalar sotib olishimiz kerak. Xo'p, chota ping bo'lyapti boshida. Yo-mayo. Pingni yomon ko'rmanda. Ana, oy. Otvordi do'stlar. Xo'p, qaytadan kiramiz. Let's go. Yo-mayo, shu nimagadir katta versiyalardan kirsam ping bo'lyapti. Eski versiyadan kirsam otvoryapti. Mayli, hozircha bo'laveradi. Xo'p, oltinlarni pishira olamiz. Bu bizga optam oladi bahonada. Xo'sh, endi bularni sotishimiz kerak. Ya'ni kerak emas bloklarni biz bitta burchakka tashlab yuborishimiz kerak. Buni. Buniyam. Bularni ham. Let's go. Bo'ldi. Endi bo'lsa buni sotib qo'yamiz va bu yerga xo'p sotib yuboramiz. Xo'p, sotib yuboramiz. Sotib oldik. Xo'p do'stlar, biz ikkita kirkani qo'shsak, bizda qanaqadir shunaqa bug bo'lib, shunaqa kirka hosil bo'lyapti. Fortunedan ikkita, Effectivenessdan ikkita, короче, balobatdir. Xo'p do'stlar, endi biz Warmine'ga borib kelaylikchi. Xullas do'stlar, Warmine'ga borib kelib qarasam, menda shu ahvol. Ya'ni bazamni kirib qilishibdi. Do'stlar, biz chalg'amagan holda siqilmasdan keyingi kuchayishimizni davom ettiramiz. Albatta do'stlar, men mana aziz jigarimning yordamiga keldim. Albatta shu jigarimiz bizga ancha yordam berdi. Qayta kuchayishimizga hali yana yordamlar beradi. Buning uchun jigarimizga rahmat deb qolamiz. Xo'p. Bu bola bizga kuchayishimizda ancha yordam beradi. Keyinchalik ham bizga narsalar beradi. Короче, keyingi kuchayishimizda ancha yordam bo'ladi. Ya'ni tez kuchayamiz do'stlar. Xo'p do'stlar, mana sizlarga bazamni ko'rsatsam, yo-mayo, qotyapti ham. Xo'p, mana sizlarga bazamni ko'rsatsam, xuddi shunaqa qilib grif qilib ketishgan. Bu yoqlar ham yo'q bo'lib ketgan. Do'stlar, videoni ko'rdinglar. Albatta video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Albatta 500 ta bo'lishimiz bilan bitta konkurs qo'yamiz do'stlar. Shuning uchun albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosish esdan chiqmasin do'stlar. Albatta keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolaman. Albatta Minestack serverida do'stlaringiz bilan maza qilib o'ynash uchun IP kommentariyada va описаниеda bo'ladi. Bemalol kirib, menga o'xshab maza qilib bazalarni grif qildirsanglar bo'ladi. Xo'p do'stlar, hammaga xayr, sog' salomat bo'linglar. Sizlar bilan Nixeljon bo'ldi. Xayr.